Radnoylar Jahon Center'da bitta o'qituvchi akamiz bor ekan, maktab o'quvchilarini Prezident maktabiga tayyorlayotgan. O'sha Agrobankda shundoq to'g'risidan kirishinglarda ikkinchi qavatda joylashgan ekan. Hozir chiqib ko'ramiz. Radnoylari mana teacher Farruh ustoz ingliz tili bo'yicha ko'proq Ingliz tilidan dars beramiz, ha. ingliz tilidan ko'proq dars berganlar. Xo'p, qarang, men o'zim ingliz tilini o'rganmoqchiman aka. Meni ham olasizlarmi? Albatta, ingliz tilidan o'qimoqchi bo'lgan o'quvchilar bilimini test qilib ko'ramiz. Aha. Bilim darajasiga qarab, beginner, elementary, pre-intermediate yoki undan yuqori levelligiga qarab mos guruhlarga joylashtirib o'qitamiz. Narxi necha kun bo'ladi odamlarga? Narx qiziq ko'proq. Oylik to'lovimiz oyiga 300 ming so'mdan. Necha kun bo'ladi haftada? Haftada 3 kun 2 soatdan bo'ladi asosan. Radnoylar, eshitdinglar. Necha yoshdan olasiz eng kichkinasi? 2-sinfdan boshlab tepaga qarab ketaveradi. 2-sinfdan, farqi yo'q. Biskanishni ketaverar ekan. Teacher Farruhni ko'rdinglar, manzilini ko'rsatdim, nomerlarini qo'yaman. Radnoylar, shaxsan o'zim ham yozilaman, yana videolar qilib beraman. Ingliz tilini professional darajada o'rganmoqchi bo'lsanglar, Farruh akamiz oldida kelarasizlar. Videoni qarshili Radnoylarga, ota-onalarga, aka-ukalarga tezgina jo'natib, videoni repost qilib qo'yamiz. Charchamanglar, sport hamisha sizlar bilan bo'lsin. O'qiyman deyaptilar ingliz tili kurslariga. Maqsad ma'ni o'rnida. Maqsad sizni darajangizda aniqlab berish. What do you do? I am a sportsman. Sportsman? Bodybuilder. What's your major? What do you do exactly? I don't understand this. Professional. I am economist. If you were a millionaire, what would you do? Mana shu hozircha o'rganaman. Ko'p so'zlarni bilaman. Muloqot bo'lmaganim uchun so'zlarni ayta olmayman.